Munazir əxlaqi və bizdeki reallik. Abdori Doktor Məmtimin. Özara munazir qilish insonlarning tarixdan beri davom qilib kelayotgan normal odatlarning biri bo'lib, u gerçi adolat davr surgan jamiyatda normal davom qilgan bo'lsa-mu, biroq diktatorlik jamiyatda har xil cheklamalarga uchrab kelgan. Bo'libmi, insonlar sinfga ayrilgan, ojizlarning kuchliklarga, kichiklarning cho'nglarga, ayollarning erlarga, kambag'allarning boylarga, puhralarning hokimiyat ustidagilarga mutlaq bo'ysunish talab qilingan jamiyatda munozir qilish yoki gap talashish insonlarning an'anaviy axloq fazilatiga uyg'un kelmaydigan adabsizlik qilmish deb qarilib, insonlarning o'z ko'z qarashini o'ttirg'i qo'yishiga har xil cheklimlar qo'yilgan. İnsanlar orasidagi o'zaro munozirlar sog'lom taraqqiy qilishdan mahrum qolgan. Demokratik tuzumning dunyoga kelishi, qonun tuzumning tadrijiy mukammallashishi va sog'lom ijro qilinishiga ergishib, insonlarning o'zaro barobarlikka bo'lgan tonishi va talablari o'zliksiz eshib borgan. İnsanlar ko'ngil bo'ladigan har xil masalalar ustida o'zaro munozir qilishga so'rin hozirlangan. Uningga ergishib, o'zaro munozirning sog'lom elib berilishi va munozir jarayonida fikr ixtilofi tufaylidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan ziddiyat va to'qinishlarning oldini olish uchun insonlar munozir jarayonida o'zaro bo'ysunish kerak bo'lgan axloqiy o'lchamlar o'ttirg'i qo'yilgan. Undaqda munozir axloqining o'lchimi nimalardan iborat? Men munozir axloq o'lchimi to'g'risida to'xtalishdan burun oldi bilan axloq to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Axloq deganimiz insonlarning so'z harakati va qilmishining to'g'ri yoki xatoligini, yaxshi yoki yomonligini, haq yoki nohaqligini, oliyjanob yoki pastligini o'lchaydigan tarozi bo'lib, uningga o'xshamaydigan jamiyat va o'xshamaydigan davrda berilgan ta'rif va o'lchamlar farqli. Masalan, Amerika Federal Oliy sotining burunqi sotchisi Potter Stewart axloq to'g'risida mundaq degan ekan. Axloq demak, insonlarning nima qilish huquqining borligi bilan nima qilishning to'g'ri ekanligining farqini bilish demakdir. Amerikalik mashhur tijoratchi va saxovatchi Henry Kraus mundaq degan ekan. Agar senda samimiylik bo'lmasa, senda hech nima bo'lmaydi. Sen uni pulga setib ololmaysan. Sen dunyodagi barliq boylikqa erish, ammo agar sen axloqi yo'q bir inson bo'lsang, senda hech nima bo'lmaydi. İnsanlarning axloqining qandoq bo'lishi har bir insonga, har bir oilaga va inson yashagan jamiyatga nisbatan nihoyatda muhim bo'lib, uningga insonlarning oila tarbiyasi, qimmat qarashi, e'tiqodi, samimiyligi, rostchilligi, universal saposi, tashqi muhit va ularning ijtimoiy kechirmish qatorliq har xil omillar ta'sir ko'rsatadi. Axloq fazilat to'g'risida izdanish va uningga to'g'ri o'lcham bekitishga qulaylik yaratish uchun axloqni tövəndikidək turlarga ayirish mumkin. Shaxsiy axloq, ijtimoiy axloq, diniy axloq, kasbiy axloq, tijorat axloqi,
munozir axloqi va tanqid axloqi. Mən tövəndə asaslıqı munozir axloqi və bizdəki reallıq toğrusida öz көз qarashlarımni o'ttirib qo'yman. Munozir axloqi. Munozir axloqi bo'lsa, insonlarning o'xshamagan көз qarashlari va fikrlarini o'ttirib qo'yishda bo'ysunish zarur bo'lgan axloqiy o'lchami bo'lib, u insonlar orasidagi fikr va көз qarash farqi tufaylidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan ziddiyat va to'qinishlarning oldini olishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Munozir axloqining eng negizlik yeri har birimiz o'z so'z haqqimiz va erkinligimizni ta'kidlaganimizda boshqalarning bizga o'xshash so'z haqqi va erkinligi borligini unutib qolmay, boshqalarni zo'rlik bilan bo'ysundirish emas, balki so'z bilan qoyil qilish kerakligini. Agar qarshi taraf qoyil bo'lmasa, har ikki taraf o'z fikrini saqlab qilishga haqli ekanligini to'nib yetish, e'tirof qilish va uningga birdak itoat qilishdir. Munozir axloqining asosiy va kapolati bo'lsa, insonlarning haq-huquqda barobar bo'lishi, qonunning adolatlik ijro qilinishi va demokratiyaning kapolatga ega bo'lishidir. O'zaro barobarlik bo'lmagan muhitda munozir axloqi va munozirning adil bo'lishidan so'z echish mumkin emas. Көз qarash, ya'ni opinion deganimiz insonlarning ma'lum shayi, ma'lum hodisa va ma'lum voqeaga bo'lgan kuzatishi, izdinishi, tonishi va tushunchasiga asosan o'ttirg'a qo'ygan yakuni bo'lib, u har bir insonning kechirmishlariga, tajriba savoqlariga, bilim sapasiga, dunyo qarshiga va e'tiqodiga qarab farqli bo'ladi. Көз qarash pakitdan tüp farqli bo'lib, u normalda mutlaq to'g'ri va yoki mutlaq xato bo'lmaydi. U faqatla ma'lum shaxsning ma'lum shay'i, ma'lum hodisa va yoki ma'lum voqealikka bo'lgan tonishi va tushunishiga vakillik qiladi. Shu sababdan o'xshamagan kishilarning o'xshash shay'i, o'xshash hodisa va yoki o'xshash voqealikka bo'lgan ko'z qarashi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, o'xshash bir olmani 5 parchaga parchalab, uni 5 odam yegan bo'lsa, ba'zilar u olmani bak tatliqkan deyishi mumkin. Yana ba'zilar bo'lsa, u olmani uncha tatliq emaskan deyishi mumkin. Bundaq ahvolda biz hech kimni xato deb ayblay olmaymiz. U olmani bak tatliqkan deganlar balki burun u olmadak tatliq olmani yeb baxmagan bo'lishi mumkin. U olmani uncha tatliq emaskan deganlar balki burun uningdan tatliq olmani yeb baqqan bo'lishi mumkin. U faqat har bir shaxsning o'tmishdagi kechirmishlariga bog'liq. Shunga har ikki taraf o'z fikrini saqlab qilishga haqliq. Cho'qim mening to'g'ri, sening xato deb qarshi tarafni inkor qilish to'g'ri emas. Fakt, ya'ni fakt, isbotlangan va insonlar tarafidan o'rtaq qabul qilingan haqiqat bo'lib, u munozir talab qilmaydi. Zaman va o'rinning cheklamasiga uchramaydi. Hamma inson qaysi nuqtadan qarashdan qat'iy nazar erishgan xulosa o'xshash bo'ladi. To'g'ri bo'lmasa, xato bo'ladi, xato bo'lmasa, to'g'ri bo'ladi. Şu normalda
paket to'g'risida o'zaro ko'p talash tartish bo'lmaydi. Masalan, 10 qavatlik bir bino har qanday odamga nisbatan o'xshashla 10 qavat. 5 kilometrlik masofa har qanday odamga nisbatan o'xshashla 5 kilometr. 60 kilogramm og'irlikdagi temir har qanday odamga nisbatan o'xshashla 60 kilogramm temir. Bularning hammasi paket bo'lib, ular hamma odamga nisbatan o'xshash. Shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keladiki, ba'zida ko'z qarash deb talash tortish qilishgan ba'zi qarashlar zamonning o'tishiga, ilm fan va texnikaning taraqqiyotiga, insonlarning koinotga bo'lgan tushunchasining eshib berishiga ergishib, uning haqiqat ekanligi isbotlansa va mutlaq ko'p sondagi kishilar tarafidan qabul qilinsa, u paketga aylanadi. Masalan, insonlarning yer sharining shakliga bo'lgan tonishi yetarlik bo'lmagan davrlarda ba'zilar yer sharini yumaloq deb qaragan bo'lsa, yana ba'zilar yer sharini tuz deb qaragan. Va shu sababdan yer sharining shaklining qandaqligi to'g'risida nihoyatda uzun bir zaman munozir bo'lgan. Astronomiya ilmining taraqqiy qilishiga ergishib, yer sharining yumaloq ekanligi isbotlangan va uni mutlaq ko'p sondagi insonlar haqiqat qatorida qabul qilgan. Natijada yer sharining yumaloq ekanligi aslidagi ko'z qarashdan paketga aylangan. Agar biz tarixga nazar soladigan bo'lsak, tarixda yuz bergan nurg'un to'qinishlarning insonlarning fikr va ko'z qarashdagi farq tufaylidan kelib chiqqanligini ko'rib olaymiz. Uzun zamonlik to'qinishlardan keyin insonlar munozir jarayonidagi fikr va ko'z qarash farqi sababidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan to'qinishlardan saqlanish uchun o'zlarining belgilik qoida usullariga bo'ysunishi kerakligini tunib yetgan. Shuning bilan bara-bara munozir axloqi shakllangan. Undaqda insonlar munozir qilganda nima uchun to'qinish paydo bo'ladi? Uning sabablari nimalardan iborat? İnsanlarning o'xshamagan fikr va ko'z qarashlarini erkin o'tirg'i qo'yib, o'zaro munozir qila olishining asosi insonlarning o'z o'y fikrlarini erkin ifodalash haqqining kapolatga ega bo'lishidir. Diktatorlik hukm surgan jamiyatda insonlar orasidagi munosabat mutlaq bo'ysundirish va mutlaq bo'ysunish bo'lib, undaq jamiyatda bir xil ovoz, bir xil ideya hukm o'rinda turgan. Mutlaq ko'p sondagi kishilarning o'z ko'nglida o'ylaganlarini izhor qilish fursati bo'lmag'achqa, o'zaro munozir qilish va u munozir bilan munosabatlik to'qinish ko'p emas. Yoki to'qinish bo'lsa-mu, asosan hukmron sinflar orasida cheklangan. İnsanlarning o'z ko'nglidagini erkin ifodalash fursati bo'lganda, ondan munozir bo'ladi. Munozir bo'lganda ondan fikr, ko'z qarashdagi farq va ixtilof o'tirg'i chiqadi. Ya'ni insonlar orasidagi fikr, ko'z qarashlarning farqli bo'lishi va yoki fikr ixtilofining o'tirg'i chiqishi erkinlik bo'lgan demokratik bir jamiyatdagi normal hodisa. İnsanlarning har xil hodisa, voqelik va shaylarga bo'lgan kuzatishi, izdanishi, tushunishi va tonishi farqli bo'lg'achqa, ularga nisbatan chiqariladigan yakunmi o'xshash bo'lmaydi.
Shu sababdan insonlar orasida fikr, ko'z qarash farqi va ixtilof paydo bo'ladi. Ya'ni insonlar orasidagi fikr ixtilofining asosliq sababi insonlarning ko'z qarashdagi o'xshamaslik va fikrdagi farqdir. Albatta, insonlar ba'zida ko'z qarash bilan paketni aralashtirib yoki ko'z qarashni paket o'rniga qo'yib, o'zlarini haqli ko'rsatishga va boshqalarni besishga urinadi. Ba'zida hatto insonlarning paketga qarta xato tushunchasi tufaylidan behuda talash tortish qilib, o'zaro to'qinish paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Fikr va ko'z qarashdagi o'rtoqlik insonlarni bir yerga to'playdi. Do'st va ijtimoiy munosabat chambaragini hosil qiladi. Fikr va ko'z qarashdagi o'rtoqlikqa o'rtaq nishon va o'rtaq g'oya qo'shilib, tashkilot va siyosiy partiyalarni borliqqa keltirdi. Fikr va ko'z qarashdagi birlik insonlarning ittifoqligini va o'zaro hamkorligini shakllantirib, ish unumini yuqori ko'tardi. Biroq, dal shu fikr va ko'z qarashdagi o'xshashlik sababidan xatolikmi qayta sodir bo'lishi, ko'p yangilik va tub o'zgarish oson dunyoga kelmasligi va yoki yangilik va o'zgarish osti bo'lishi mumkin. Fikr va ko'z qarashdagi farq ba'zida insonlarning yolg'iz qolishiga sabab bo'lsa-mu, o'zaro hamkorlikqa ta'sir yetkazib, ish unumiga to'salg'i bo'lsa-mu, hatto insonlar orasida to'qinish paydo qilsa-mu. Biroq u insonlarning hodisa, voqelik va shaylarni o'xshamagan nuqtadan ko'zatishiga, ularga bo'lgan tonishi va tushunchasining texma atrofliq va to'liq bo'lishiga, yuzlangan masalani o'xshamagan usulda tafakkur qilishga turtki bo'ladi. O'xshash xatolikning qayta sodir bo'lishidan saqlanishga sabab bo'lishi mumkin. O'xshamagan va yoki yangi ideyalarning dunyoga kelishiga sharoit hozirlanishi mumkin. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, yangilik va o'zgarish normalda fikr va ko'z qarashda boshqalar bilan butunlay o'xshash bo'lganlar ichidan emas, balki fikr va ko'z qarashda boshqalardan farqli bo'lganlar, alohida va o'zgacha tafakkur qilganlar ichida dunyoga keladi. O'zgarish demak, burun mavjud bo'lganlardan farqliq demak. Yangilik demak, konisi bilan o'xshamaydi demak. Farq o'zgarish va yangilikning negizi. Farq bo'lmasa, o'zgarish va yangilik bo'lmaydi. Shunga farqni cheklash, farqni inkor qilish demak, o'zgarishni va yangilikni qabul qilmaslik yoki uni cheklash, inkor qilish demakdir. Biz fuqarolarning, bo'libmi xalqning erkin fikr qilish huquqi cheklangan, hamma jihatda markazning, partiyaning ta'limoti bo'yicha ish ko'rish talab qilingan mustamlika va diktator bir hokimiyatning hukmronligi ostida yashagan va tarbiyalangan bo'lg'achqa, biz o'z ko'z qarashlarimizni erkin ifodalashdan va sog'lom munozir qilishdan mahrum qolgan. Shu sababdan bizda sog'lom munozir qilishga va munozir axloqiga bo'lgan tushuncha aniq emas. Biz hadisa o'zimizning haq-huquqi va erkinligini nuqul holda ta'kidlab, boshqalarning bizga o'xshash haq-huquqi va erkinligining borligini nazardan saqit qilamiz. O'z ko'z qarashlarimizni boshqalarga majburiy tangimiz yoki boshqalarning o'xshamagan fikr
va ko'z qarashlarini inkor qilamiz. Agar boshqalar qabul qilmasa, uni shaxsiyatimizga olamiz, hatto uningga o'chmanlik bilan qaraymiz. Biz mayli haqliq bo'layli yoki haqsiz bo'layli, biz o'tirib qo'ygan fikr, takliflar mayli to'g'ri bo'lsin va yoki xato bo'lsin, biz o'z ko'z qarashlarimizni qandoq va qaysi xil usul bilan o'tirg'a qo'ysak, uning eng muvofiq bo'lganligini va eng yaxshi unum berdiganligini uncha bilib ketmaymiz. Biz diktatorlik hokimiyat va tuzilmadan shikoyat qilamiz. Biroq o'zimiz bilib bilmay boshqalarga diktatorlik qilamiz. Biz munozir qilganda paket va ko'z qarashni oson aralashtirib qo'yamiz yoki ko'z qarashni paket o'rnida ishlatamiz. Paketga his tuyg'imizni qaytib olamiz va osonla munozir bo'layotgan temadan chatnab, burunqi munosabatsiz ishlarni munoziraga so'rab kiramiz. Odatda biz ma'lum fikr va ko'z qarashni o'tirib qo'yganimizda, agar boshqalarning qo'llashiga erishsak, ko'nglimiz rohat tepishi mumkin. O'zimizning to'g'riligiga isbot topgandek bo'lamiz. Bu ko'pincha insonlarda bo'ladigan normal ahvol bo'lib, uning garchi o'zimizdan qanoat qilishimizga va sirdosh tepishimizga foydasi bo'lsa-mu, biroq biz bilan o'xshash fikr va ko'z qarashdagi kishilar bizning keng doirada tafakkur qilishimizga va o'z ko'z qarashimizni texmi atrofli qilishimizga ko'p yordam bera olmaydi. Aksicha, o'xshamagan fikr va ko'z qarashlar bizning masalalarni o'xshamagan nuqtadan chiqish qilib tafakkur qilishimizga turtki bo'lishi mumkin. Oningdan boshqa biz ma'lum fikr va ko'z qarashni o'tirib qo'yganimizda, agar boshqalar uningga qarshi chiqsa va yoki birisi biz bilan butunlay farqli fikr va ko'z qarashni o'tirib qo'ysa, u bizning g'ururimizga tegishi va biz uni shaxsiyatimizga elishimiz mumkin. Agar biz o'zimizni tutib olib, sovuqqonlik bilan nima uchun boshqalarning fikri va ko'z qarashi mendan farqli deb o'ylab baqsaq, balkim o'zimizning tafakkur qilishimizdagi ba'zi yetarsizliklarni farq eta olishimiz va shuning bilan aslidagi tafakkur qilish usulimizda o'zgarish paydo qila olishimiz mumkin. Natijada bizning ma'lum masalaga bo'lgan ko'z qarashimiz texmi kengayishi mumkin. Afsus, biz reallikda bizga o'xshamaydigan fikr qilganlarni aldirab ittifoqlikni buzg'uchi, fitna fasod tarqatquchi qatoriga kirgizib, ularni ayblaymiz va chatga qoqamiz. Boshqalarmi az to'la bir narsa o'ylab, bu farqli fikr va ko'z qarashni o'tirib qo'ygandi deb o'ylab baqmaymiz. Dalay Lama mundaq degan ekan: sen so'zlasang, faqat biladiganingni takrorlaysan. Biroq sen boshqalarni anglasang, bilmaganni bilib olasan. Demak, boshqalarning o'xshamagan fikr va ko'z qarashlarini anglab qo'yish ziyonli ish emas. Biz cho'ng bo'lgan muhitda yolg'iz tabiiy fan emas, ijtimoiy fan doirasidagi nurg'un savollarning hammasining o'lchamlik javobi bor bo'lib, so'ralgan har qanday savolga boshqalar tayyorlagan va biz yodga ilib olgan o'lchamlik javob talab qilingani uchun bizda o'lik yodlash ahvoli ig'ir. Mustaqil tafakkur qilish kam. Paket bilan ko'z qarash orasidagi farq aniq emas. Masalan, tarix kitoblarida o'tirib qo'yilgan mazmunlarning hammasi paket bo'lishi notayin. Biz bilamizki, tarix
ma'lum vaqalik yuz bergandan keyin boshqalar tarafidan xotirlangan material bo'lib, uning ichida garchi ba'zi faktlar bo'lsa-mu, biroq tarixning ko'p qismi tarixchining shu vaqalikning yuz berish sabablari to'g'risidagi tushunchasi va ko'z qarshidan iborat. Tarixiy kitoblarda o'ttirg'i qo'yilgan vaqalik yuz bergan vaqt, o'rin, vaqalikka munosabatli shaxslar, fakt bo'lgandan boshqa nurg'un mazmunlar. Yozuvchining ayni vaqtdagi vaqalikka bo'lgan kuzatishi, izdinishi, tushunchasi asosida yezib chiqqan xulosa va yakundan iborat. Shu sababdan o'xshamagan tarixchi yezib chiqqan tarixda farq bo'ladi va tarix davomliq qayta yeziladi. Yig'inchoqlab aytganda, sog'lom bir jamiyatda ham fikr va ko'z qarashdagi o'rtaqlik, ham fikr va ko'z qarashdagi farq tang mavjud bo'lib turishi kerak. Fikr o'rtaqligini haddidan ziyoda tashabbus qilib, fikrdagi farqni chetga qiqish yoki uni inkor qilish normal emas. Fikr va ko'z qarashdagi farq bak ig'ir bo'lib, fikr va ko'z qarashda birlik va o'rtaqlik bo'lmasligi to'g'ri emas. Masala bizning fikr va ko'z qarashdagi farqqa qanday muomala qilishimizda. Bizning fikr va ko'z qarashdagi farq tufaylidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan to'qinishlardan qanday saqlanishimiz va uni qanday hal qilishimizda. Agar biz munozir jarayonida munozir axloqiga bo'ysunib, o'zimizning so'z erkinligini ta'kidlaganda, boshqalarning bizga o'xshash so'z erkinligining borligini tunib yetsak va uningga hurmat qilsak, ko'z qarash farqi va fikr ixtilofi tufaylidan kelib chiqqan to'qinishlardan unumlik saqlana olamiz. O chaqda bizning fikr va ko'z qarashdagi farqlar bizning ishlarimizni sog'lom taraqqiy qildirishda, ham shundaqla ishlarimizda o'zgarish va yangilik yaratishda ijobiy rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuchga aylanishi mumkin. Tugidi. 2019 yil 13 sentabr, New York.